Assalomu alaykum, hurmatli ayollar, qizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda uy sharoitida mazali korjik tayyorlaymiz. Buning uchun biz ozroq sut olamiz. Bir kosadek bo'lsa bo'ladi. Agar uyingizda bo'lsa, bir kosa sutga 200 gramm, 250 grammgacha shakar solib, hamma tabiga ko'ra soladi. Men 300 gramm soldim, lekin sutga solib, mana olovga qo'yib, shakar eriguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Shakarimiz erib olgandan keyin mana tortilgan 100 gramm sari yog'ni boyagi sutimizga solamiz. Sut qaynoq bo'lgani sababli sari yog'imiz oson eriydi. Kosaga bir dona tuxumni solib, pinchik bilan yaxshilab aralashtiramiz. Mana qizlar. Endi boyagi massamizga yana yaxshilab aralashtirib olib, tuxumni solamiz. Bir dona tuxumni xohlasanglar qizlar 2 dona solsanglar ham bo'ladi. Mana vinchikim tushib ketdi, ushlagichi yo'q edi. Endi yangi olaman, xudo xohlasa. Tuxumni ozrog'ini korjiklarning ustiga surish uchun olib qolamiz. Mana 2 ta solsanglar ham shunday qilasizlar. Endi bu massamizga qaranglar qizlar. Men razrexlitsil soldim. Bir choy qoshiq to'la solasizlar. Agar solmoqchi bo'lsanglar, chayni soda solasizlar, yarim choy qoshiq, unaqa ko'p emas, yarim choy qoshiq yetadi. Uyingizda bor bo'lsa, agar vanilin solsanglar bo'ladi. Mana uni o'lchab olganman, 400 gramm. Bu retsept bo'yicha 400 gramm solasizlar. Agar sizlar 2 dona tuxumga yoki ko'proq sutga qilmoqchi bo'lsanglar, uni 2 barobar solasizlar. Uni qo'shib, pinchik bilan yaxshilab aralashtirib, xamir holatiga kelguncha aralashtiramiz. Qizlar o'zi 450 gramm un ketadi. 400 grammini xamir ichiga solib, 50 grammini xamirga ishlov berish jarayonida ishlatamiz. Unaqa qattiq ham bo'lib ketmasligi kerak. Boshida yumshoq bo'ladi, lekin biroz turgandan so'ng ichida margarin bo'lgani uchun xamir ozroq qotadi. Bemalol keyin korjiklarimiz yasasak bo'ladi. Mana men patnizga qildim. Patnizga yaxshilab un sepib olasizlar, chunki yopishib qolishi mumkin. Ololmay qolasizlar, shakli buziladi. Mana yoyib, o'zingizga mos shaklda qilib olasizlar. Qizlar, faqat men bunisini sal yupqaroq qilib yuboribman. Sizlar salgina xamirini qalinroq qilasizlar. Margarin sut bo'lgani uchun xamir unaqa qalinroq bo'lsa ham pishmay qolmaydi, yaxshi pishib chiqadi. Men buni ko'p tayyorlab ko'rdim. Videoga olganim shu edi faqat. O'zim tayyorlab ko'rganim uchun ko'p marta xato qilganim uchun sizlarga ham aytib o'tyapman. Sal qalinroq qilib yoyasizlar. Shunday yumshoq bo'ladi, ham chiroyli chiqadi. Falkaga terib olamiz. Mana korjiklarimizni, boyagi tuxumimizni suramiz ustiga. Hammasiga surib chiqamiz birdek qilib. Vilka bilan shunaqa shakl beramiz. Juda ham chiroyli chiqadi pishganda bu shakl bilan. Keyingi tayyorlab ko'rganlarim bunday yaxshiroq chiqdi, lekin ularni videoga ololmadim. Men qizim yig'lab qo'ygani uchun tez-tez pishirib oldim. Xato va kamchiliklarini shuning uchun bu videoda aytib o'tyapman sizlarga. Buni salgina qalinroq yoyamiz xamirini. Chiddidan chiqqanlarini yana ikkinchi martasiga qilib oldim. Ancha chiqadi qizlar, bu masalliqdan 2 patnis to'la korjik chiqadi. Mana korjiklarimiz yoyayotganimizda qizlar duxovkani yoqib qo'yamiz. 10-15 minutda pishib chiqadi. Men bu orada mana manti qildim. Mantilarim to'kidim.
korjiklarim ham tayyor, hammasini oldim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bolalarim judayam yoqtirib yeyishdi. Har doim tayyorlab beraman, kunda-kunora qilaman. Buni sizlar ham qilib ko'ringlar, judayam mazali chiqadi. Yoqimli ishtaha qizlar.